روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizda davom etkazamiz. O'tgan darsda sizlar bilan fa harfini o'tgan edik. Bugun inshaalloh sizlar bilan sod harfini o'tamiz Muallim Soni kitobi bo'yicha. Darsimizda odatiga ko'ra men Muallim Soni kitobidagi so'zlarni doskaga yozaman. Siz azizlar ham yozishni unutmang. Farzandlaringiz bo'lsa farzandlaringizga yozdiring va ekranda ko'rib turgan email orqali, ya'ni elektron pochta orqali bizga yo'llang. Albatta o'z munosabatimizni bildiramiz. Men bo'lmasa darsni boshlayman. Demak, darsni yozishni boshlaymiz. Siz azizlar ham yozishni unutmang. Demak, sod harfi. Sod harfining so'z boshida kelishligi, sod harfining so'z boshida kelishligi, sod harfining so'z o'rtasida kelishligi, sod harfining so'z oxirida kelishligi. Demak, sod harfi arab harflaridan sod harfi shunday bo'ladi, shu shaklda. Demak, sod harfiga fatha qo'ysak, so bo'ladi. Ya'ni fatha o'zi a o'qilinadi, lekin so harfining ustida bo'lganligi uchun biz o'tganda ro harfini o'tdik, qo harfini o'tdik. Ya'ni ushbu harflarni ustida agar fatha bo'lsa, o o'qilinadi. Ya'ni so. Kasra bo'lsa, si, domma bo'lsa, su. Demak, so, si, su. Sod va mim yozib birgalikda o'qiymiz. Ya'ni sod va mim harfi. Sod harfini ustida domma bor. Su, mim harfini ustida esa sukun bor. Demak, sod harfini ustida domma, su, mim harfi harakatsiz, ya'ni sukun, sum deb o'qilinadi. Sod harfi va fa harfi. Ya'ni sod va fa harflari. Bunga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Sod harfimiz kasralik, si. Fa harfimiz esa sukunlik, sif deb o'qilinadi. Keyingisi esa yana sod harfi va yana fa harfi, ya'ni fa harfi. Bu safar sod harfimiz fathalik, so. Fa harfimiz esa sukunlik, sof. Keyingisi sod va ro va fa harflarini yozib birgalikda o'qiymiz. Sod va ro harfi va fa harfi. Demak, sod va ro va fa harflari. Bunga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. So harfimiz fathalik, so. Ro harfimiz ham fathalik, so, ro. Fa harfimiz esa sukunlik, sorof deb o'qilinadi. Keyingisi esa sod va ba va ro harfi. Sod va ba va ro harfi. Demak, sod va ba va ro harflari. Sod harfimiz fathalik, so. Ba harfimiz fathalik, ba, soba. Ro harfimiz esa sukunlik, sobar deb o'qilinadi. Keyingisi ba harfi bilan ba harfi va keyin sod harfini yozamiz va keyin ro harfini yozamiz. Mana ba harfining ostida bitta nuqta bor. Demak, ba va sod va ro harfi. Endi harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ba harfimiz fathalik, ba.
Sod harfimiz ham fathalik baso, ra harfimiz esa sukunlik. Nima deb o'qilinadi? Basor, basor deb o'qilinadi. Endi qof va sod va ba harflari. Qof va sod harfi va ba harf. Qof harfining ustida ikkita nuqtasi bor. Agar bitta nuqta qilsak, fa harfi bo'lib qoladi. Demak, qof va sod va ba harflari. Bunga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Qof harfimiz fathalik qo, sod harfimiz fathalik qoso, ba harfimiz esa sukunlik qosobi, qosobi deb o'qilinadi. Qosobi. Keyingisi nun va sod va ro harfi. Nun va sod va ro harflari. Na harfimiz, nun harfimiz fathali na, sod harfimiz ham fathalik na so, ro harfimiz ham fathalik na soro, na soro. Ya harfi va nun harfi. Demak, ya va nun va sod va ro harflari. Ya'ni 4 ta harf. Bunga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ya harfimiz fathalik ya. Nun harfimiz esa sukunlik yan. Sod harfimiz dommalik yansu. Ro harfimiz ham dommalik yansuru. Yansuru deb o'qilinadi. Keyingi harfimiz alif, sin, demak alif va sin va ta va nun va sod va ro harflari. Demak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta harf. Ya'ni 6 ta harflik. Buni yana harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Sod sin harfimiz sukunlik is, ta harfimiz fathalik ista, nun harfimiz ham sukunlik istan, so harfimiz fathalik va ro harfimiz ham fathalik. Demak, biz bu yerda istan sora nun qo'yib qo'ydik. Aslida kitobimizda nima ekan? Ba ekan. Buni mana ostiga qo'yib qo'yamiz. Demak, ba qo'yib qo'ysak nima bo'ladi? Istabsara. Istabsara bo'ladi. Istabsara. Ana. Demak, ya harfi, ta harfi va ba harfi. Demak, ya va sin va ta va ba va sod va ro harflari. Va buni esa birgalashib, ya'ni o'qiymiz. Hozir harakat qo'yib birgalashib o'qiymiz. Ya harfimiz fathalik ya, sin harfimiz esa sukunlik yas, yas. Ta harfimiz fathalik yasta, yasta, yasta. Ba harfimiz sukunlik yastab, yastab. Sod harfimiz kasralik yastabsi. Ro harfimiz esa dommalik yastabsiru, yastabsiru. Mana shuni hozir o'qiymizda, men qolganini o'chirib turib, men qolganini yozaman. Demak, oxirida bir qator qoldi, uni alohida yozamiz. Demak, yozganimizni o'qiymiz. So, si, su, sum, sif, sof, sorof, sobar, basor, qosob,
nasara, yansuru, istabsara, yastabsiru. Demak, buni yozib olinglar. Men buni o'chirib, qolganini yozaman. Demak, qolganini yozamiz. Mana safar, ya'ni sin bilan sin va fa va ro harfi harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Sin harfimiz fa, fathalik. Fa harfimiz ham fathalik, safa. Ro harfimiz esa sukunlik. Safar, safar. Endi esa sod bilan yozamiz. Sin va sod bilan. Demak, bu sod va fa va ro harflari. Sod harfining ustida fatha bor. So, fa, safar, ya'ni safar, safar. Yana sin bilan demak, sin va ya va fa harflari. Sin harfimiz fathalik, sa. Ya harfimiz sukunlik, say. Fa harfimiz esa dommalik, sayfu, sayfu. Endi esa sod bilan yozamiz. Sod bilan yozdik. Mana sayfu, soyfu, soyfu. Alif, hamza, kasra. In, ta, demak, nun va ta harflari va ba harflari. Demak, nun, ta va sin va ba harflari harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Nun harfimiz sukunlik, in, ta, sa, ba. Intasaba, intasaba. Endi esa shu so'zni sod bilan yozamiz. Alif, in, sod bilan in, sod bilan yozdik. Intasoba, intasoba. Demak, yozganimizni birgalashib o'qiymiz. Demak, safar, safar. Sayfu, sayfu. Soyfu, soyfu. Intasaba, intasaba. Intasoba, intasoba. Sod harfida yana bitta narsa nuqta bor. Lavda hech qanday aloqasi yo'q sod harfiga, ya'ni os bo'lib chiqmaydi, balki lavda umuman lav shu joyda turadi. Ikkita lav deyman, ikkita lav joyda turib ichkaridan chiqadi. As deb. Demak, as, sin, as sal yo'g'onlashtiramiz, sod bo'ladi. Demak, darsimiz mana shulardan iborat edi. Albatta darsimizni kuzatib boring va farzandlaringizni oldingizga o'tkazib yozdiring va albatta bizga yo'llang, o'z munosabatimizni bildiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.